Менің исмім Алишер Халилов. Мұшы нашрият Мир нашриятының модери. Біздің нашрият 16 жыл болды ішлеп атады Қазақстанда. Уйғур журналы, Уйғур гезитлар әміс жиқы мұшы біздің Мир нашрияты чықыды. Mən Yalqın Ayıp oğlu bolma. Özüm əsli Қазақстан Cumhuriyeti'nin Çilek təvəsi doğulğan. 2002 yılı Mısır'a dini okuş için kettim. 2007 yılı onu bitirip gelip 2008 yıldan 2016 yıl mabayında Almut şehrinde Dostluk Məclisinin meçidində naib imam bu xidmət qıldım. Hazır bolsam İhsan Uyğur Dini jurnalında baş muharririnin orunbasarı болып işlədim. Mesela bizde dini jurnal İhsan bu 2013 yılının tatip çıkıvatıdı. Her bir ayda bir çıkıdığın. Bir yerde bir top Uyghur karımla Muşu jurnalı jendep naşriyat kıvatıdı. İhsan jurnalını çıkırışın maksat biz Қазақстан Cumhuriyeti'de doğulup ösken Uyghur karımla yani Uyghur perzentleri Қазақстан Cumhuriyeti'deki dini okuş organlarını okugan bolsun, yoki bo'lmasa chet ellarda Misr bo'lsin, Turkiya bo'lsin, Saudiya Arabistonda bo'lsin, Malayziyada bo'lsin o'qib kelgan bolalar, Uyg'ur bolalari bu yerda Almut shahrida bir oshxonada yig'iliblar, o'zaro bir ko'rishaylik deb yig'ilgan. Shu yerda o'tirib, endi beka o'qidikmi, shuncha yil o'qidik, shu o'qiganimizni endi o'zimizning xalqiga yetkazaylik deb mana bir jurnal chiqarsak, jurnal orqali xalqimizga yetkazsak, jurnal chiqarsak, u biz baramagan yerlarga bordida. Chunki bu axborot vositasi bu. Qayerga avatsangiz, shu yerga berib, ashada o'quvchilar uni foydalanadi deb shu xalqimizga xizmat qilish asosida xalqimizning savodligini, diniy savodligini oshirish ham o'zimizni, xalqimizni axloq, adab, axloqqa tarbiyalash maqsadida chiqadi. Bu jurnal faqatlam diniy jurnal. Uyg'ur tilida diniy tashviqot qilyapmiz bu jurnal bilan. Yana bir jurnalimiz faqat bu kichik bolalarga berilgan Guncha jurnal. Boshlang'ich maktabda ishlatildi bular. Boshlang'ich maktabning muallimlari buni foydalanib bolalar bilan ishlatadi. Onun başqa biz Uyg'ur kitaplar, tarixiy, adabiyat, diniy kitaplarni mishra chiqaramiz. Misali, mana 4 yil bo'ldi biz bunda Qur'onning 7000 Qur'on chiqardik. Bu Qur'on Karim vatanda chiqqan Muhammad Salihning tarjimasi arabikda chiqqan. Buni biz Kirillda chiqardik. Lekin yana bir cho'ng bir ishimiz Din va hayot degan bir kitob Muhammad Yusuf Stas yozgan kitob. Din va hayot buni Kirillga tarjim qilib, shu Qozog'istondagi Uyg'urlarga tarqatyapmiz. Undan boshqa kichik diniy kitoblar chiqyapti, masalan, namoz, Hanafi mazhab bilan o'qilgan kitoblar, islom aqidasi. Bundan boshqa tarixiy romanlar, masalan, shu yangi vaqtda chiqqan bizning cho'ng yozuvchi Hamid Hamrayevning kitobi Uyg'urlar to'g'riliq Missiya Haji dedi. Bu kitobni Hamid Hamrayev o'zi o'rischa yozgan, rus tilida Uyg'urlar to'g'riliq. Shu vaqtlarda bo'lgan problemalar shu 2 tomlik kitobga
Хамид Хамраев кіргізді. Бұның ұйғырша тәржімесі мана ең бір ай айның ішінде шықты. Біздің дініміз, ислам дініміз немге біздің шақырды? Бірлікке, иттифаққа. Алла Субхану тағала Құр'анда деген, сілер мұсылманлар, hammanlar Алланың ағамшысығы мәккем исіңлар деген. Şu dünyada biz Türkiye tillықлар, birinci bizning nimamiz, dinimiz bir, qenimiz bir, atımız bir degandek, hammamiz bir bo'lsak, shu chog'da bizning har bir turkiy millatlar o'zining armon nishonlariga yetalaydi deb o'ylab, bir-birimizga yordam qilib, birikib shu Allohning ag'amchiga eslagan holatda shu maqsad inshaalloh Allohmi bizni qo'llaydi va boshqa shu dunyodagi hamma millatlar bizni qo'llaydi, bizni hurmatlaydi deb o'ylayman.